yarim sharlarni to'liq, masalan, mana shu katta yarim shar deb oladigan bo'lsa, mana bu yerda pastki qismi bo'lsa, mana pastki qismi bo'lsa, buni ikkiga bo'lamiz deb aytgan edi. Shunda mana bu qismi quyi deb aytilgan edi. Nima deb aytgan edik? Quyi asab sistemasi deb aytgan edik. Mana bu tomonga esa oliy nerv faoliyati deb aytgan edik. Nima uchun oliy deyiladi? Birinchi navbatda biz bilishimiz kerak. Mana biz reja bo'yicha yozganmiz. Reja bo'yicha nima sababdan xulq-atvor, mana xulq-atvorning shakllanishi, shart va shartsiz reflekslar, vaqtincha aloqalarni hosil qilishi, katta yarimsharlar po'stloqdagi tormozlanish holatlari va oliy nerv faoliyati haqida gaplashamiz. Keyingisiga. Oliy nerv faoliyati o'zi nima? Nima deb tushunamiz? Oliy nerv faoliyati deganda. Kim aytadi? Oliy nerv faoliyati o'zi nima? Nima uchun biz akademik Pavlov liseyda bo'lsa aytgan, aynan akademik Pavlov mana bu qismga, ya'ni mana shu qismga nima deb nom bergan edi? Oliy nerv faoliyati deb nom bergan edi. Nima sababdan oliy nerv faoliyati? Markazlar joylashgani uchunmi? Nima uchun? Mana bu yerda keyingisiga olmayapsanmi? Oliy nerv faoliyati oliy deyilishini sababi shundanki, sizni butun hayot faoliyatingizni boshqaruvchisi oliy nerv faoliyati. Faqat sizni hayot faoliyatingiz emas, sizni xulq-atvoringiz, tashqi muhitdagi o'zgarishlarga bo'ladigan javob reaksiyalaringiz, bir-biringiz bilan bo'lgan muloqotingiz, nutqingiz, shu bilan birga sizni o'rganishingiz, yozishingiz, chizishingiz, bularni hammasini o'rgatuvchi bu nima ekan? Oliy nerv faoliyati boshqaruvchisi oliy nerv faoliyati ekan. Masalan, sanoq markazi bor, yoki bo'lmasa aytaylik og'riq markazlari bor, his hayajon markazlari bor, nutq markazlari bor, ko'rish, eshitish, hid bilish markazlari bor, qo'lni siypalash markazi bor, yoki ohang markazi bor, she'r aytish markazi bor, o'qish markazi bor va boshqalar. Bular hammasi qayerda joylashgan ekan? Aynan bosh miya katta yarimsharlarning po'stloq qismida joylashgan ekan. Endi qiziq narsada mana biz oliy nerv faoliyati haqida gapirganimizda albatta refleksiyalar haqida gapirib o'tamiz. Refleks nima edi? Qani? Tashqi ta'sirlarga organizmning javob reaksiyasi. To'g'ri, tashqi ta'sirlarga organizmning markaziy nerv sistemasi tomonidan beriladigan javob reaksiyasi faqat tashqi emas, tashqi va ichki ta'sirlarga markaziy nerv sistemasi tomonidan beriladigan javob reaksiya refleks deyiladi. Endi refleks, yaxshi, refleksni kim fanga qilgan? Rene Descartes u haqida ma'lumot yozib qoldirgan, Proxavskiy esa fanga kiritgan deb aytgan edi. Endi reflekslar, shartli refleks bor, shartsiz refleks bor. Shartli refleks nima, shartsiz refleks nima? Qani? Tezroq. Shartsiz refleks bo'ladigan bo'lsa, bu organizmda oldindan bo'ladigan tug'ma reflekslar, bu shartsiz reflekslar, hayot davomida orttirilgan reflekslar bo'lsa, bu shartli reflekslar. To'g'ri. Endi qiziq, qarang. Mana bosh miya katta yarimsharlarni ikki qismga bo'lgan. Quyi qismi dedik, oliy nerv faoliyati qismi. Quyi qismida shartsiz reflekslar, esingizda bo'lsin. Oliy nerv faoliyatida har doim shartli reflekslar rivojlanadi. Quyi qismida shartsiz. Masalan, quyi qismida nima bor? Masalan, uzunchoq miyada joylashgan markazlarni eslab ko'raylik. Aqso urish, yo'talish, moddalar almashinuvi, bular hammasi yoki yurak qon tomirlarini boshqarishi yoki nafasni boshqarish, bularni hammasini nima boshqaradi? Uzunchoq miya. Bu qaysi qismida joylashgan? Quyi qismida. Oliy nerv faoliyati esa shartli reflekslarni nima qiladi? Hosil qiladi. Agarda shartli reflekslar takrorlanib turmasa, nima bo'ladi? So'nadi, yo'qolib ketadi. Mana shartli reflekslar. Endi bir qiziq jumla qarang. Shartli va shartsiz refleksga instinkt degan jumla bor. Qani aytinglarchi, instinkt nima? Faqat hayvonda bo'ladimi yoki odamlarda ham bo'ladimi? Instinkt nima?
uchraydi, lekin odamlarda ham bo'ladi. Hayvonlarda ko'proq uchraydi, odamda yo'qmi? Yo'q, Odamlarda ham bo'ladi. Xo'p, sen nima deysan? Instinkt bu odamlarda ham bor, hayvonlarda ham bor. Faqat odamda oliy nerv faoliyati murakkablashganligi natijasida uni tartibga solish